Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar va konferensiya qatnashchilari. Mana bugungi kunda tashkil qilingan konferensiya juda ajoyib to'xtab o'tyapti va bo'layotgan yangiliklarni birlashtirish, yangiliklar bilan aholini, ommani tanishtirish, balki yoshlarimizni ilmga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga qaratiladi. Bugun mana konferensiyada qatnashdim. Konferensiyadagi maqolam shu Xitoy tili irogliflarining o'ziga xos xususiyatlari. Bu yerda konferensiyada qatnashib, juda ham ko'p boshqa filologlarni, shu o'zini kasb ustozi bo'lgan ustozlar bilan tanishdim. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy sohalarda ham sun'iy intellektning nafaqat keng qamrovdagi yo'nalishlarda, balki turli xil sohalarda ham faoliyatda aralashuvlarini kuzatishimiz mumkin. Bugun University Management and Future Technologies universitetida bo'lib o'tgan konferensiyada ishtirok etdim va bu konferensiyada men o'zimni maqolam bilan ustozlar oldida prezentatsiya qilib berdim. Shunga o'xshash tadbirlarni, konferensiyaga o'xshash tadbirlarni ko'plab tashkil etish siz bizning birinchi vazifamizdan tashqari, ana shu konferensiyaning mohiyati, uning tarbiyaviy ahamiyati haqida bot-bos eslatishimiz va shu o'rinda yana takroran aytaman, o'zimizning faoliyatimiz bilan yosh talabalarimizga, magistrantlarimizga namuna bo'lishimiz zarur bo'ladi.